Aziz do'stlar, men challenge e'lon qildim. Challenge'da bozordan eng optimdan olib kirishadigan mahsulotlarning joyini ko'rsataman deb aytgandim. Hozir men Ipodrom bozoridaman. Pastel bo'yicha bozori polni aylanib, sizlarga foyda xomeni topib qo'ydim. Mana assortimentlarni bitta ko'rishingiz mumkin. Ichkarida odamlarni ko'rasizlar qanaqa. Bu kesanglar, muomalani mana akalarimiz nima so'rasanglar, ko'ngilingizga eng zo'rini sizlarga topib berishadi. Faqat bu servis xizmatini prosta baho berib ketasizlar kelib. Ani prosta gapirish emas, bor narsani aytish kerak. Qaranglar, assortiment bombalarni ko'rasizlar. Sizlarga zo'r deyshadi, oddiyni oddiy deyshadi. Unaqa aldo-paldo unaqa narsa yo'q. Xudo xolasa kesanglar, baraka topib ketasizlar. Profilingni atmetga qilib ketaman, o'zingizlar kelib, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Dastlab ketsanglar, dastlabga ham chiqarib berishadi. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqinlarimizga jo'natib tashlaylik. Keyin kommentariyaga yozinglar, keyingi mahsulot qanaqa mahsulot bo'lishini xohlaysizlar. Yozinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.